Germaniyadagi bilan O'zbekistondagi mol boqishda o'xshashliklarini aytaymi sizlarga. Mana shunaqa bog'lab boqiladigan joylar bor. Bo'yindagi zanjirlarni qaranglar. Bog'lab boqiladigan joylar bor. O'xshashligi shu va bularda uchraydigan muammolar ham o'xshash. Ya'ni qayta kuyikish bilan bog'liq, har yili buzoq berish bilan bog'liq muammolari bor bularda. Keyin ba'zi kasalliklari ham o'xshab ketadi. Ayniqsa o'sha bachadon kasalliklari. Nima demoqchiman? Xullas mana shunaqa bir xil sog'in sigir saqlangandan keyin odam ko'rar ekan qanday muammolar tizimli ravishda uchraydi. Masalan, oldin bilgan ko'p narsalarimni amaliyotda ko'rmaganman, ko'rgan ko'p narsalarimni bilmaganman. Bir-biri bilan nomutanosiblik bo'lgan. Bu yerda tizimli ravishda ko'rasiz, davolaysiz, natijani ham ko'rib olishingiz mumkin. Telefonda qayd qilib boriladi. Hayvon uchun alohida daftar tutiladi, pasporti bor sigirlarni. Hamma narsani ko'rishda imkoniyati bor. Bundan keyin nemislar aytadi, "Übung perfekt" deydi. O'sha mashq qilavergan sari yaxshi ko'nikmalar shakllanib borar ekan. Endi ayni mana shu sog'in sigirlarda uchraydigan ko'p muammolarni O'zbekistonga qaytganimizdan keyin nasib bo'lsa o'zimizda joriy qilish niyatida turibman. Sababi hozir bu yerda ko'rib yurgan juda ko'p narsalar O'zbekistonda haligacha o'sha turishida muammo holatda turibdi. Ya'ni kista davolash bilan bog'liq muammolar, sigirlar kuyga kelmasligi bilan bog'liq muammolar,